Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona viloyati Quva tumani Tolmazor mahallasida qilib berdik. Bu xonadonimizni mana shu polniy tunikafon ishlarini qilib berganmiz. Bu xonadonimiz ham mana shunaqangi gipsogardon holatda edi. Mana shunaqangi go'zal holatda qilib tunikafon ishlarimizni qilib berganmiz. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Tunikafon uzoqroq xizmat qiladimi yoki gipsogardon uzoqroq xizmat qilib beradimi? Bu xonadonimiz juda ham go'zal holatda, gipsogardonlari, fasonlari ideal holatda qilib qilingan ekan. Shpakilovka qildirgan holatda, shpakilovkalari ko'chib ketgan ekan. O'sha holatida to'xtatib turib davom ettirmasdan polni buzdirib yuborib, mana shunaqangi rasxod qilib, buzdirib yuborib, polni qaytadan tunikafon qildirdi. Sababi bu tunikafon mahsuloti uzoq yil xizmat qilib beradi. Sababi kraskalari ham ideal holatda bo'ladi. Tunika chirib ketmasligiga ham 10 yildan 15 yilgacha garantiya beriladi. Xudo xohlasa bu xonadonimizni to'liq obzorini qilib beraman. Kanalimizga yangi bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videomizga, mana shuncha mehnatlarimizga bitta like bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz albatta. Like bosish mutlaqo besplatniy. Xo'p, bu xonadonimizni mana shu ichkari, mana bu tashqari tomon shapka, gazirogani ichki darvozaxona va ichkari tomon shapkasini qilib berganmiz. Hozir biz sizlarga bir boshdan bafurcha hammasini tushuntirib ko'rsatib beramiz. Ko'cha tomon shapkasiga, oldi tarafiga mana shunaqangi qoshli kobra fasonda, pianino fasonda va novo karnizlarimiz bilan birgalikda qilib berganmiz. Ishimizni sifatiga e'tibor berasizlar, ishda idealligiga, joyga moslangan fasoniga e'tibor berasizlar. Juda ham ideal holatda, cho'tki holatda bo'lib chiqqan ishimiz. Xo'p, darvozaxonasini tashqari tomon, ya'ni kazirok tomonini ichki qismiga shaxmat fasonda, chekalariga tillo profildagi Nova karnizlari va bir dona kosmos lyustramizni 120 sm-ligidan o'rnatib berganmiz. Va mana bu regellarni ham chiroyli holatda o'rnatib berdik. Bu xonadonimizga 307 kvadrat tunikafon mahsulot sarf qilib berganmiz. Umumiy mana shu darvozaxona tashqari ichkari tomon shapkalari bilan birgalikda. Ko'cha tomonga moslangan holatda darvozaxonasini mana shunaqangi ideal holatda qilib bir dona 180 sm-lik kosmos lyustramizda o'rnatib berilgan, shaxmatlarni qo'yib berganmiz. Do'ppichalarni tilla rangli, lentalarni esa mokriy rangda qilib berilgan. Kobra fasonda Novo karniz lolacha gullari bilan chiroyli holatda qilib berganmiz. Kombinatsiyasiga e'tibor berasizlar. Ko'cha tomondan kirib kelishingizda mana shunaqangi bir-biriga ko'chaga uyg'unlashib kelgan holatida juda ham chiroyli holatda dizayn fason bir-biriga kombinatsiyasi chiroyli tushgan. Ichkari tomon shaxmatga moslangan holatda, ichkari tomon shapkamizni polnosti shaxmat fasonida 90 gradus profillari bilan, Nova karnizlari bilan birgalikda qilib berganmiz va mana bu akvani tepa tomonlarini ham chiroyli qilib yopib, regellarni ham yopib va akvani ustunlarini ham chiroyli holatda yopib berganmiz. Bu xonadonimizni ko'rishinglar mumkin. Umumiy mana shu общий planda ko'rilishi mana shunaqangi ideal holatda juda ham cho'tki ko'rinadi. Yaqinroqdan ko'rsangiz ham liniyalari ham tekis holatda bo'lgan. Shaxmat do'ppilari ham bir xilda tekizligi ham, bir xil palsalari ham cho'tki holatda kelgan. Ishimizga albatta baho berib berasizlar. Bizga zakaz beradigan bo'lsangiz, inshaalloh sizni ishingizni shunaqangi ideal holatda qilib, cho'tki qilib, sizni rozi qilgan holatda ishlaringizni bitirib berib chiqib ketdilar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 1 kvadrat metrini lesa, reka, samarez, usta xizmat hamma yo'q ichida bo'lgan holatda mana shunaqangi ideal. Xo'p, bu xonadonimizga aytib o'tganimda 307 kvadrat tunika mahsulot sarf qilib berganmiz. Tanlangan dizayn fasonga qarab turib kvadratlari ko'proq, ozroq chiqishligi mumkin bo'ladi. Mana shuncha mehnatga albatta bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa biz sizlarga yana qilinayotgan ishlarimizni doimiy ravishda kanalimizga joylab, tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazib berib turamiz inshaalloh. Samarqand tunikasidan foydalanamiz. Tunikamiz plyusovoy bo'ladi. 035, 04, 037 holatiga qarab turib ishlanaveradi. Polniy alkafon fasonda, boshqa fasonlarda hammasida ishlanaveradi. Mana bunaqangi kosmos lyustralarimizni sotuvimizda bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar,
Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. Xudo xohlasa chiqarib beramiz. Bularimiz narxi 1.350.000 so'm. 180 santimetrliklarimiz narxi o'rnatib berishimiz bilan 2 million so'm. Sotib oladigan bo'lsangiz 1.850.000 so'm bo'ladi. 2 metrliklarimiz bor, 1.5 metrlik, har xil razmerlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Liniyalarga e'tibor beringlar, cho'tki holatda bo'lgan. 140.000 so'mdan siz tanlagan fasonga qarab turib kvadratlarni chiqarib beramiz. Bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqadigan bo'lsangiz ham ishingizni umuman yuzdagilarni ovora qilmagan holatda chiroyli qilib bitkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.